Assalomu alaykum hamkasblar. Bugun sizlar bilan multimetr yordamida elektromotorni tekshirishni o'rganamiz. Buning uchun bizga faqat multimetrning o'zi yetarli. Xo'p, sariq yashil simimiz Zemlya. Bu ko'rib turgan 3 ta simlaring 3 ta faza bo'ladi. Har bitta fazani alohida korpus bilan birinchi tekshirib olamiz. Birinchi multimetrda bitta shopini korpusga ulaymiz. Xo'p, mana qarshilik rejimida bo'ladi. Ikkinchi shopini birinchi fazaga ulaymiz. Ko'ramiz. Xo'p, hech narsa bermayapti, umuman qarshilik bermayapti korpusga. Umuman hech narsa yo'q. Ikkinchi fazamiz 94 ohm korpusga beryapti. Ya'ni hozir korpusga beryapti bu. Obmotkada muammo bor. Ikkinchi fazani ko'ramiz, uchinchi fazani ko'ramiz. Uchinchi faza 95 ohm beryapti. Demak, ikkita faza korpusga beryapti hozir. Bitta faza umuman korpusga bermadi. Endi fazalarni bir-biriga nisbatan ko'ramiz. Fazalar ham bir-biriga nisbatan qarshilik berish kerak. Bitta fazamiz 124 ohm qarshilik beryapti. Bitta fazamiz umuman hech qaysiga bermayapti. Unaqangi bo'lmasligi kerak. Har bitta faza bir-biriga berish kerak qanchadir ohm qarshilik. Umuman hech narsa bermagan faza, demak obmotkada muammo bor. Bu ishlab turgan yaxshi motor, bu bus-butun. Buni hozir ko'rasiz. Ya'ni sog' motor qanaqangi ishlash kerak, o'zi qanaqangi bo'lish kerak sog' motor. Xo'p, multimetrda bitta shopini korpusga ulaymiz yana. Korpus. Xo'p, ikkinchisini perimetrika tarafidan ham tekshirsak bo'ladi, korpusga berayotgan yo bermayotganini. Hozir perimetrika tarafiga qo'ysak, qarshilik bermayapti. Obmotka umuman korpusga bermayapti, umuman birorta faza. Demak, boshlanishga yaxshi. Hozir obmotkani birinchi fazasini ko'ramiz. Xo'p. Ikkinchi faza ham bermayapti. Uchinchi faza ham bermayapti. Hech qaysi faza korpusga bermayapti. Bu yaxshi, shunaqangi bo'lish kerak, korpusga bermasligi kerak. Xo'p, birinchi faza, ikkinchi fazalar 54 ohm. Hop, uchinchi faza ham 54 ohm. Endi ikkinchi bilan uchinchi fazani ko'radigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi bilan uchinchi faza bu ham 54 ohm beryapti. Demak, motorimiz obmotkasi yaxshi, bir-biriga qarshilik beryapti, korpusga bermayapti. Yana motorni o'zini ham orqa qopqog'ini ochib, parragini aylantirib, xalostoy aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Yakir aylanyaptimi, o'zi umuman motor aylanyaptimi, qisib qolmaganmi, mexanitskiy tomondan muammosi yo'qmi tekshirsangiz bo'ladi. Va yana multimetr. Bu multimetr deylik sizlarda qarshilik yo'q, oddiy multimetr, shunaqa multimetr bo'lsa ham tekshirsanglar bo'ladi. Bunda addenning o'zini qarshilik funksiyasi bor. Bu narigi testerda, mana bu testerda yo'q. Bular prozonka rejimi bilan bitta, mana ko'rsalang bo'ladi. Qarshilik prozonka rejimi bitta. Bunda ham tekshirsanglar bo'ladi, bir xil, hech qanaqangi boshqacha bir nimasi yo'q.